Salom qadrli tinglovchilar. Qisqa muddatli tanaffusdan so'ng e'tiboringizni yana Umid Shoh oladi. Albatta hikoya o'ylab topilgan bo'lib, mistik triller janrida. Bugungi hikoyani yuragi bo'shlar, homilador ayollar va umuman hikoyadan qo'rqadigan insonlar eshitmasin. Agar hikoyadan keyin o'zingizda ruhiy ezilish yoki salbiy o'zgarishlarni sezsangiz, muallif buni javobgarligini olmaydi. Negaki men sizlarni ogohlantiryapman. Hikoyani boshlashdan oldin an'anamizga sodiq qolamiz. Eshiklarni qulflab oling, chiroqlarni o'chiring. O'rningizga mahkam joylashib oling. Quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib oling. Xullas, tayyormisiz? Unday bo'lsa, biz hikoyani boshladik. Sizlar bu haqida hech qayerda eshitmagansizlar. Men andijonlikman, aniqrog'i asakalikman. Bizning uyimiz dalaga yaqin joyda bo'lgani uchun kechasi bizning ko'chada yurish juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Buning ustiga ko'chamiz boshida ikkita yonma-yon qabristonlar bor edi. Bu kechqurunda ko'chamizda yurganda juda vahima uyg'otadi. Shuning uchun biz tomonlarda deyarli o'g'irlar umuman yo'q. Men yoshligimdan shu ko'chada yurib katta bo'ldim. Yurib, yiqilib, surinib katta bo'lganman. Kechqurunlari ham qo'rqmay yuraveraman. Shuning uchun uncha-munchaga bu yerdan qo'rqmas edim. Ammo bog' shamolda yurgan paytlarim juda qattiq qo'rqqanman. Har yaxshi narsani bir yomon tomoni bo'lganidek, bir sirli ajib daraxtdan o'rtoqlarim qo'rqar ekan. O'rtoqlarimni u yoqqa borma degan gaplariga qaramay ajoyib daraxt ekan deb men daraxtning oldiga ketdim. Daraxt uzoqdan qanchalik jozibador ko'rinardi, buni siz tasavvur ham qila olmaysiz. Yaqinda shunchaga qo'rqinchli ko'rinardiki, yaqin borganim sari vahima uyg'otardi. Men yugurib keldim-da uning yoniga to'xtadim. Tepaga qaraganimni bilaman, daraxtda bir maxluq soyasini ko'rdim. U juda ham qo'rqinchli edi. O'zi baland, qop-qora. Boshida shlyapa. Ko'zlari shunaqangi o'tkir ediki, men uni ko'ziga qaraganimda o'zimni yo'qotib qo'ydim. Qaltiray boshladim. Go'yoki nima qilishni bilmasdim. Go'yoki u meni sehrlab olayotgandek edi. Turgan joyimda o'rtoqlarimni chaqiray desam, qo'rqqanimdan ovozim ham chiqmay qoldi. Baxtimga shu payt tog'am kelib qoldilar. Tepaga qaramadilar. Meni xotirjamgina ko'tarib uyiga olib ketdilar. Bilishimcha, tog'amni o'rtoqlarim chaqirgan ekan. Tog'am hech nimadan qo'rqmaydigan baquvvat insonlar. Meni uyga olib kelib yotqizib qo'ydi. Meni ko'rib xolam qotib qoldi. Dokadek og'irgan yuzlarimga suv sepdilar. Men sal vaqtdan keyin o'zimga kela boshladim. Lekin qo'rquvdan hali ham gapira olmasdim. Oyoqlarim o'zimga bo'ysunmay qaltirab yotgandi. Men tez-tez nafas olardim. Xayriyat, bir hafta deganda o'zimga keldim. Yana o'rtoqlarim bilan o'ynab, mazza qilib yuradigan vaqtga keldim. Shu paytda Abdullo degan o'rtog'imdan nega bu daraxt yoniga borma deganini sababini so'radim. O'rtog'im esa u daraxtning nomi jin daraxti dedi. Unda qandaydir maxluq yashaydi dedi. U 3 mahal odamlar ko'ziga ko'rinadi dedi, deb javob berdi. Jin issiq avjiga chiqqan payt kun o'rtasida kelganda shomda va yarim kechasi ko'rinar ekan. Men o'ylab qarasam, men daraxt yoniga rosa kun o'rtasida kelgan paytlarim borgan ekanman. Jin daraxt ham uzoqdan odamni ohangrabodek tortar edi, o'ziga jalb qilar edi. Lekin yaqinlashgan sari qandaydir qo'rquvlikka tushardi odam. Abdulla o'rtog'im aytishicha 2 yil oldin bizdan 3 yosh kichik bola yo'qolgan ekan. U kechqurun ko'chaga chiqib ketib qaytib kelmagan ekan. Butun mahalla qidirganda va Adirning
ovloq joyida yuragi yorilib o'lgan bola jasadini topilgan ekan. Daraxt ustidagi maxluq faqat kechqurunlari daraxtdan pastga tushar ekan. U pastga tushganda ko'zlari yonar ekan. Faqatgina yuzi, maxluqda yuz nima qiladi? Basharasi ko'rinar ekan. Qo'lidagi uzun o'tkir chalg'isi yaltirab turar ekan. Mahallada yana Davron aka degan odam bor edi. O'zi gavdali kelishgan odam edi. Faqat yetishmovchilikdanmi yo boshqa sabab bo'lganmi, har qalay davlatni neft bazasidan neft o'g'irlayman deb qo'lga tushib qamalib ketgan edi. Mana o'tirib ham chiqdi. Qamoqdan qaytgan paytlari edi. Mototsikli bor edi, juda zo'r edi, yangi edi. Bir kuni jin daraxti oldidan o'tib ketayotib mototsikli to'xtab qoladi. Xullas, kalom Davron akani qorni ochib abidga uyga ketayotgan bo'ladi. Qorni ochligidanmi yo boshqa sabab bo'lganimi, har qalay mototsiklni tuzatmaydi. Tuzatishga erinadi. Charchab daraxtga suyanib uxlab qoladi. Tursa shom bo'ladi. Ko'zini ochib tepaga qaradiki, shokdan qotib qoldi. Tili uzun, tishlari qon, bir maxluq daraxt tepasidagi unga qarab turgan bo'ladi. Jon talvasasiga tushib qo'rqqanidan hushidan ketib qoladi. Keyin shu ko'chadan o'tib ketayotgan bir odam uni ko'rib qolib, odamlarni chaqiradi. Ular Davron akani uyiga olib borishadi. Daraxtning yonida ishlamayotgan mototsikl yo'lda ishlab ketadi. Davron akani domla chaqirib o'qitib yuborishdi. Keyin Davron aka salgina qo'rqoq bo'lib qoldi. Davron akadek mard inson shu voqeadan keyin qo'rqoq bo'lib qoldi. Tog'amning 3 ta qizi bor edi. Ikkitasi katta qizi, shu ikkita opa har kuni tunda mahalla qizlari bilan yangi tushgan kelinlar bilan ko'chaga aylanardi. Qizlar yarim tunda aylanib nima qilar ekan deb men har doim o'ylardim. Keyin bilsam ular g'iybat qilishar ekan. Ko'chada aylanib yurar ekan. O'zi ham mahallamiz juda katta. 20 tacha qiz. Kechqurun chiqardi. Biz kuni tunda ularni kuzatardik. Qizlar yana chiqib ketishdi. Bir payt mahallada qiy-chuv to'polon baqir-chaqir bo'lib ketdi. Hamma mahallada to'plandi. Hamma qizlar shu yerda. Faqatgina turmush qurganiga endigina 6 oy bo'lgan kelinchak Nargiza yo'q edi. Hamma yoqni qidirdik, lekin topilmadi. Eri jinni bo'lib qolay dedi. Chunki Nargiza opa 6 oylik homilador edi. Ham farzandidan, ham rafiqasidan ayrilish xavfli. Nargiza opani eri jinni bo'lay dedi. Tong ham otdi. Eri hali hamon qidirmoqda va nihoyat Nargiza opa topildi. Lekin afsus, kech bo'lgandi. Uning yuzi oqargan holatda o'lib yotar edi. Qorni yorilgan, bola esa 3 metr narida turar edi. Bir parcha et bo'lib. Eri jinni bo'lib qoldi. Nazira opani dafn etishdi. Keyin opalarni aytishicha qizlar aylanib yurib, o'zlari sezmagan holatda mahalladan chiqib ketib qolgan ekan. Keyin uzoqdan qandaydir ikkita qizil ko'zli maxluqni ko'rishgan. Ular boshida mushuk deb o'ylashibdi. Bir payt ko'zlar ularga yaqinlasha boshlagan. Ular yaqinlashgan sari maxluqni aniq ko'ra boshlagan. Ular qo'rqib ketib jon holatda yugura boshlashibdi. Opaning aytishicha, oxirgi marta Nargiza opani mahallaga qarama-qarshi tomonga yugurib ketayotganini ko'rishgan ekan. Shunday qilib dahshatli voqealarga boy kunlar bilan o'qish ham tugadi. 3 oylik ta'tilga chiqqandim. Ta'tilda o'rtoqlarim bilan rosa o'ynadim. Bir kuni kechqurun soat 10lar chamasida o'rtoqlarim bilan bekinmacha o'ynashni boshladik. Rosa o'yin qizib ketdi. Meni navbatimdan o'tib, yana bir o'rtog'im navbati boshlandi. Men 100 gacha sanaguncha men berkinishim kerak edi. O'ylamasdan yugurdim. Bir domlik topib orqasiga o'tib berkindim. O'rtog'im mendan ancha uzoqda qolib ketibdi. Atrofim jimjit. Yuragim urishi ozgina o'zimga eshitilyapti. Sal shabboda esib turardi. Zimiston, hech kim yo'q edi. Orqamda nimadir shitirladi.
Men orqamga qaradim. Ne ko'z bilan ko'rayki, yana o'sha maxluq men tomonga boqib turibdi. Faqat bu safar daraxtda emas, yerda edi. U mendan 5 metr uzoqlikda edi. Men uni birinchi marta aniq ko'rdim. Uni bo'yi kamida 2,5 metr edi. Bu shunchaki taxmin. Burni yo'q, shunchalik arvohki skeletdan farqi yo'q. Ko'zi botib ketgan, lekin juda qo'rqinchli. Tili uzun, tishlari qon edi. Qo'llari uzun, tirnog'i o'tkir edi. Bir qo'lida chalg'i yaltirab turardi. O'zi qop-qora matoga burkangancha boshigacha o'ralgan edi. Faqat basharasi ko'rinardi, xolos. Men shunchalik qattiq qo'rqib ketdimki, o'zimni yo'qotib qo'ydim. U men tomon yaqinlashib u yurmasdi. Mato orqasida ko'rinmayotgan oyog'i uchardi. Menga juda yaqin keldi. Qo'li juda qo'rqinchli edi. Men endi menga tekkizmoqchi bo'lganida, bilmasdan men kalima qaytarib yubordim. Sal o'zimga kelgandek bo'ldim. Ko'ziga qaramasdim. U chillardi. Go'yoki unda qandaydir o'zgarishlar sezildi maxluqqa. Men fursatdan foydalanib qochdim. U meni quvardi. Jon talvasida shunchalik tez yugurardimki, u menga yeta olmasdi. Men mahallaga kirdim va o'rtoqlarimga yetib borib hushimdan ketdim. Keyin nima bo'lganini eslolmayman. Ko'zimni ochsam, tepamda doktor va tog'am bilan gaplashib turardi. Ularning aytishicha men yaxshi ekanman. O'sha teplilarga ham hozir mahalla tushib ketgan. U daraxt ikkita uyning o'rtasida qolib ketgan edi. Shu vaqtlari. Shuning uchundir balki bilmadim. Nega hozir unaqa noxush voqealar sodir bo'lmayapti. Men ham hozir unchalik qo'rqmayman. Lekin u daraxt nimagadir vahimali. Uzoqdan o'ziga jalb qiladi, yaqindan juda ham qo'rqinchli edi. Hozir asakadaman, bir o'zim, hech kim yo'q. 30 sotiklik uyda, tashqarisida so'ri qo'yib yotibman. Chigirtkalar chirillayapti. To'g'risi bu holatda hikoyani o'qib berish juda ham qiyin bo'lyapti. 4 tomonimda qarorim, xavotirlanib qolaman har zamonda hikoyani o'qib berib sizlar uchun. Do'stlarim, yuragida Alloh bor odamda 5 mahal namozni kanda qilmayotgan odamga, har bir ishida bismillohni aytib ishini davom etkizgan odamga hech qachon hech qanaqa maxluq mavjudot xavf solmaydi. Ularni Alloh o'z panohida asraydi azizlar. Xato va kamchiliklar uchun barchangizdan uzr so'rayman. Xato bo'ldi, juda ham ko'p bo'ldi, buni sezdim. Xullas, hikoya yoqqan bo'lsa, hikoyaga har doimgidek like bosing va kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Biz albatta u kommentariyalar har bir savollaringizga va bildirgan izohingizga o'qib javob beramiz. Rahmat, e'tiborlaringizni kamindan umid shoh bo'ldi.